Bo'stonliqda kanalga tushib ketgan ikki boladan birining jasadi topildi. Ayni paytda ikkinchi bolani qidirib topish maqsadida g'avvos qutqaruvchilar tomonidan qidiruv-qutqaruv ishlari uzluksiz davom ettirilmoqda. Rossiyaning 6 ta hududida bir vaqtning o'zida raketa xavfi e'lon qilindi. Sirena signali Chuvashiya, Tatariston, Samara, Penza, Ulyanovsk va Orenburg viloyatlarida yangradi. Chuvashiyada ogohlantirishdan so'ng yagona davlat imtihoni topshirilayotgan punktlardagi barcha bolalar boshpanalarga evakuatsiya qilindi. Andijonda yog'och omborida yuz bergan yong'in 6 ta qutqaruv bo'linmalari tomonidan o'chirildi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Hodisa oqibatida yog'och omborning taxminan 250 kvadrat metr maydonida tomi, shift, ichki qismi va yog'och materiallar yonib zararlandi. Qozog'istonda do'konda xodimdan rus tilida gapirishni talab qilgan rossiyalik xaridor 86.500 tenge, taxminan 2.136.000 so'm jarimaga tortildi. Norozilik kassadagi navbatlar sababli boshlangan. Rossiyalik ayol kassadan nega boshqa kassalar ishlamayotganini rus tilida tushuntirishni so'ragan. U kassirni videoga olib, buni internetda tarqatishni ham aytgan. O'zbekistonga Koreyadan navbatdagi tezyurar poyezd import qilindi. Bu Hyundai Rotem kompaniyasi sotib olingan yo'lovchi poyezdining 3-chisi. Avvalgi poyezdda Jaloliddin Manguberdi nomi berilib, Toshkent-Urganch-Xiva yo'nalishida qatnovga qo'yilgandi. Kunning qiziqarli va dolzarb mavzulari Qora xabarning ijtimoiy tarmoqlarida. Obuna bo'ling.